Aniq bilaman, bunaqa narxlar bilan bunaqa zo'r sifatdagi do'konni hech qayerda ko'rmagansizlar. Yana narsalar kargosiz. Bugun sizlar bilan Xitoydan zakaz qilgan narsalarimni rasmda va hayotda qanaqa kelganini solishtirib ko'rmoqchiman. Va video oxirida narsa yoqib qolsa, albatta magazinga aytib ketaman. Bu baletka bo'lishi kerak. Bunaqa korobkada kelgan. Wow! Ko'rasizlar buni chiroyligini? Mana ikkovi. Bu juda ham yozga mos va juda ham nejniy obrazlar qilsa bo'ladi. Bu baletkalar bilan hech qayerda hech qanaqa minus tarafi yo'q. Yana bitta baletka bo'lishi kerak. Men buni ko'proq tutdim, chunki buni rangi boshqacharoq. Wow! Ko'rdinglarmi? Seri rangda. Qaranglar, buni rangini chiroyligini. Buni yozdachi jinsilar bilan kiysanglar ham zo'r ketadi-da bu. Hali ko'p, lekin tez ochishga harakat qilaman. Oxiriga kelib menimcha o'zi faqat tovarni o'zini ko'rsatib ketsam kerak. Bu shunaqa koftichka. Biri xuddi shunaqa turadi. Orqalarida zamoklari bor, ochib yopib kiyadigan. Mana bantik qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda materiali ham juda ham yaxshi. Rubashkalar bor, shunaqa material. Quv o'tkazadigan. Endi jinsilarni ochamiz. Ikkita jinsi bor edi. Ko'rasizlarmi buni printini? Tadam! Buni printini qaranglar, chiroyligini. Orqasi bu. Mana oldi. Shunaqa joylari. Wow, buni turish shunaqa turadi. Keyin bu baggy styleda. Sifatida ham hech qanaqa minus yo'q. O'zingizlar ko'rib turgan bo'lsanglar kerak mana yaqindan. Keyingi jinsi. Qaranglar oldi. Endi orqasi. Orqasini qaranglar, chiroyligini turishi mana shunaqa turadi. Mana shunaqa. Menga orqasi juda ham yoqdi. Bu rubashka, yengsiz rubashka. Mana shunaqa yengsiz rubashka. Yozda jinsilar yoki klassik bilan kiysanglar zo'r turadi bu. Ko'rinish shunaqa. Hozirgi ko'rsatgan hamma narsa aynan shu Telegram kanalidan olsanglar bo'ladi. Kanalga ulanib qo'yishni unutmang, chunki eng arzon va sifatli narsalar shu yerda va yana kargosiz.